Ko'p yesa ochlik yo'qoladi degan gap noto'g'ri. Kimdir mana bu mahsulotni yeng va kun davomida ochlik sezilmaydi desa ishonmang. Chunki oshqozon ichak tizimi har qanday ovqatni 4-5 soat ichida hazm qiladi. Saharlikning asosiy vazifasi organizmga zarur bo'lgan oqsil va boshqa muhim moddalarni yetkazib berishdir. Ko'p yeb ochlikdan qochish mumkin emas. To'g'ri ovqatlanish esa energiya beradi. Saharlik uchun eng yaxshi variantlar: go'sht uzoq vaqt to'q tutadi, lekin yog'li emas, balki to'g'ri tayyorlangan bo'lishi kerak. Tuxum tabiiy oqsil manbai. Tovuq go'shti, lekin sabzavot bilan birga yeyish lozim. Saharlikda shirinlik iste'mol qilish tavsiya etilmaydi, chunki qondagi shakar darajasi tez ko'tarilib, tez tushadi. Bu holat kun davomida ochlikni kuchaytirishi va energiya darajasini pasaytirishi mumkin. Mevalar yoki 2 dona xurmo miya faoliyati uchun zarur tabiiy qand manbai. To'g'ri saharlik qiling, kun davomida o'zingizni yaxshi his qiling. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.